Omonmisiz, azizim? Siz uyingizda kameralar borligini bilasizmi? Bizning uyda kamera yo'q deyishga shoshilmang. Hamma uyda katta-yu kichik kameralar bor. Bugungi kunda oldimizga kelayotgan ko'p yoshlarda layoqatsizlik, maqsad qo'ya olmaslik, hech nimaga qiziqmaslik, oila mas'uliyatini sezmaslik kabi hodisalarga duch kelyapmiz. Psixologlar bunga qanday chora topishni bila olmay, ba'zan boshi garang bo'ladi. Aslida sizni uyingizdagi kamerachalar deyotganim bolalarimiz, nabiralarimiz bizni og'zimizdan chiqayotgan gaplarni, muhokamalarni, e'tiborimiz markazida bo'lgan masalalarni o'z-o'zidan ongiga, ong ostiga yozib oladi. Shu jihatdan bizning agar qiziqishlarimiz faqat birovlarning muhokamasi, shou biznes muhokamasi, biznesmenlar hayoti, boylar, kambag'allar, urushlar, janjallar, qo'ydi chiqdilar haqida bo'lsa, ular o'zgalarning hayoti bilan yashashga o'rganadi-yu, o'z hayotini qura olmaydi. Siz unday yigit yoki qiz 20, 30, 40, 50 yoshga kirgan bo'lsa ham, o'zidan mustaqil qaror qabul qilishni, hayotini izga solishni kutmang. Siz bunga erisha olmaysiz. Demak, ona, ota shu farzand uchun deraza. U olamni qanday ko'rsatsa, qanday mustaqillikka o'rgatsa, oliy fazilatlarni shakllantirsa, ana shunda u inson haqiqiy inson bo'la oladi. Bu mening tavsiyam. Omon bo'ling, azizim.